2011-yilda Xiaomi kompaniyasi o'zining birinchi Mi 1 smartfonini taqdim etdi. 2.3 Android, 2 yadroli protsessor, 3G va o'z xarakteristikalariga nisbatan ancha arzon narx va aynan narxi arzonligi sababli bu Xitoy smartfonlari juda mashhur bo'ldi. Nega arzonligini esa hozir bilib olamiz. Har qanday qurilmaning narxi nafaqat uning ichki xarakteristikalariga bog'liq. Sinov jarayonlari, ishlab chiqarish, reklama, transportirovka kabi jarayonlarni ham inobatga olish kerak va bu hali tayyor loyiha ustida ishlash. Undan avval uni loyihalash, o'ylab topish va o'rganib chiqish kerak. Bir so'z bilan aytganda bu R&D, ya'ni Research and Development deb nomlanadi. Xitoylik do'stlarimizga kelsak, smartfonlarning narxi to'g'ridan-to'g'ri materiallariga bog'liq. Chunki Xiaomi kompaniyasining o'zining shaxsiy zavod va fabrikalari mavjud emas. Nafaqat Xiaomi, balki Apple ham shu usul orqali ishlaydi. Ishlab chiqarishni boshqa kompaniyaga topshirish. Bu outsourcing deyiladi. Shu o'rinda ishlab chiqarishni boshqaga topshirish ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu OEM, ikkinchisi esa ODM. OEM bu original uskunalar ishlab chiqaruvchisi. Ya'ni bunaqa zavodlar tayyor dizayn, tayyor qo'llanma bo'yicha qurilmalarni ishlab chiqaradi. Masalan, Apple Foxconn zavodi bilan OEM shartnoma bo'yicha ishlaydi. Birinchisi ikkinchisiga tayyor qo'llanma va tayyor dizayn yuboradi, ya'ni tayyor loyiha, ikkinchisi esa shunchaki ana shu qo'llanma bo'yicha ishlab chiqaradi. Ikkinchi shartnoma usuli bu ODM. Bunaqa usulda kompaniya zavoddan to'liq tayyor qurilmalarni buyurtma qiladi. R&D, loyihalash, o'ylab topish, ishlab chiqarish bilan to'liq zavodning o'zi shug'ullanadi. Xiaomi kompaniyasining aksariyat smartfonlari aynan ODM usuli orqali ishlab chiqariladi. Shuning uchun ularning narxi boshqa konkurentlarga qaraganda ancha arzon. Qo'pol qilib aytganda, Xiaomi tayyor qurilmalarni oladi, logotipni yopishtiradi, proshevka qiladi va shunchaki sotadi. Birinchi qarashda bu insofsizlik kabi tuyulishi mumkin. Lekin Xiaomi kompaniyasining 75% dan ortiq smartfonlari bu byudjet va sifatli segmentga kiradi. Kompaniyaning maqsadi bozorga arzon va sifatli smartfonlarni taqdim etish va bunaqa paytda R&D bilan shug'ullanish narxga qo'shimcha bo'ladi. Qolaversa, qolgan 25% smartfonlar an'anaviy OEM usulida ishlab chiqariladi. Ya'ni kompaniyaning o'zi barcha jarayonlarni to'liq o'zi boshqaradi. Xullas, ODM bu yomon emas. Samsung kompaniyasining birinchi Galaxy A6s ODM smartfoni boshqalardan sifat bo'yicha qolishmadi, lekin uning narxi anchagina arzon. Sizlar bilan Aziz edi. Hammaga xayr.